Assalomu alaykum hammaga. BYD Song Plus mashinamizni bugun motor yog'larini to'kib alishtiramiz. Oldilariga setka qo'yganlar. Обязательно qo'ydirmaganlar qo'ydirib olinglar. Nimaga deganda ertaga radiatorga tosh tegadi, boshqa narsa tegadi. Keyin motor oldiga zashta ham qo'yganlar. Обязательно qo'ydiringlar. Tagini urganda mana korobka boshqa narsa sinmasligi uchun mana motor yog'i ham saligina vaqti o'tgan. No vaqt alishtirgan yaxshiroq. Benzinda yurganlar 5000, gazda yurganlar 7000. Tak, motor 8100 yog'imizdan solamiz. Mas'ulni filtr. Mana. BYD'niki. Обязательно filtrni alishtiringlar. Moy solganda.